Bugungi operativnigimiz O'zbekistonda juda taniqli bo'lgan Georgiyaga qarshi o'ynab ko'rdim. Kim yutgani qiziq bo'lsa, videoni ko'rsanglar bo'lasizlar. Sizlar uchun bitta yangilik bor. Behovuz optimizatsiyasini yaratdi. Optimizatsiya narxi 30 ming so'm, 200-300 ming emas. Optimizatsiyani qayerda olamiz deganlar uchun profilimga kirib, profilimga Telegram lichkamni silkasini joylashtirib qo'yganman. Keyingi o'yin Dutferga qarshi bo'lib o'tadi. Agar ikkalamiz TD'miz qiziq bo'ladigan bo'lsa, obuna bo'lib qo'ying, biz topolmay qolmaysiz.